Shanba kuni AQSh va Isroilning Eronga qilgan hujumi hali ham davom etmoqda. Urush yangi bosqichga kirdi. Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyat o'ta qaltis pallaga kirdi. Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya yetakchilari Eronning mintaqadagi harakatlariga javoban misli ko'rilmagan darajadagi qat'iy qo'shma bayonoti bilan chiqdi. GFR hukumati tomonidan e'lon qilingan ushbu hujjatda Tehronning mulohazasiz hujumlari keskin qoralanib, Yevropa uchlik o'z manfaatlari va ittifoqchilarini himoya qilish yo'lida bevosita harbiy choralar ko'rishga tayyorligini ma'lum qildi. Yevropaning yetakchi davlatlari Tehronda harbiy provokatsiyalarni zudlik bilan to'xtatishni talab qilmoqda. Aks holda G'arb koalitsiyasi Eronga raketa va dron uchirish infratuzilmalarini bevosita manbaning o'zida yo'q qilishga qaratilgan mutanosib harbiy operatsiyalarni amalga oshirish mumkin. Mazkur qadamlar Washington va mintaqadagi strategik hamkorlar bilan to'liq muvofiqlashtirilgan holda rejalashtirilmoqda, deydi Al Arabiya English nashri. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer AQShga Eron raketa obyektlari saqlanayotgan manbaga zarba berish uchun Britaniyaning harbiy obyektlaridan foydalanishga ruxsat berdi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Britaniya Fors ko'rfazi Eron raketa hujumlariga qarshi mudofaa operatsiyalarida qatnashgan. Biroq AQSh Isroilning Eronga qilgan qarshi hujumida ishtirok etmagan. Xabarlarga ko'ra, shanba kuni Buyuk Britaniya Iroqda o'z harbiy xizmatchilari joylashgan bazaga yo'naltirilgan raketani urib tushirgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Abu Dabidagi harbiy dengiz bazasiga uyushtirilgan hujumdan so'ng mudofaa kengashining favqulodda yig'ilishini o'tkazdi. Parij ushbu voqelikni javobsiz qoldirmasligini va mintaqadagi shaylik eng yuqori darajaga ko'tarilishini ta'kidladi. Vaziyatning jiddiyligini isbotlash maqsadida yaqinda Ariane o'quv mashg'ulotlarida qatnashgan Fransiyaning Charles de Gaulle aviatashuvchi kemasi va uning zarbador guruhi Eron yo'nalishi bo'ylab safarbar etildi. Bu harakat Yevropaning nafaqat diplomatik, balki real harbiy bosim o'tkazish niyatida ekanligidan dalolat beradi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi AQSh va Isroilning Eronga qilgan hujumlarni qabul qilib bo'lmaydigan holat deb atadi. Tomonlarni zudlik bilan o't ochishni to'xtatish hamda mintaqaviy keng ko'lamli muzokaralarni qayta boshlashga chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Van Yi va Lavrov Tehron muloqotiga ochiq ekaniga qaramay amalga oshirish zarbalarini qoralagan. Vazirlar hujumlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirib, Eron masalasi bo'yicha barcha savollarni siyosiy va diplomatik yo'l bilan hal etish zarurligini, jumladan Fors ko'rfazi davlatlarining qonuniy xavfsizlik manfaatlarini ta'minlash lozimligini ta'kidlashdi. Livandagi Hizbulloh harakati Yaqin Sharq mintaqada ro'y berayotgan voqealarga qo'shildi. Guruh Isroilga qarshi hujumga o'tdi. Bu harakatlarni Eron oliy rahbarining o'ldirilishiga javob sifatida izohladi. Isroil harbiylari bunga tezkor javob qaytarib, mamlakat bo'ylab jumladan Bayrutning janubiy chekkalarida joylashgan Hizbulloh nishonlariga zarba bermoqda. Livan hududidan uchirilgan snaryadlar natijasida Isroil shimolidagi bir nechta hududlarda havo hujumi sirenalari yangradi. Bu AQSh va Isroilning Eronga zarbalar boshlangandan beri Livan hududidan amalga oshirilgan ilk hujum bo'ldi. Shimoliy Koreya prezidenti Kim Chen In agar Eron xohlasa, KXDR Isroilga qarshi raketalar berishi va shunday raketalarning bittasi butun Isroilni yo'q qilish mumkinligini aytdi. AQShning Eronga hujum qilishi Isroil va Saudiya Arabistonining bir necha hafta davom etgan lobbichilik harakatlari turtki bo'ldi. Bu haqda 4 manbalarga tayanib The Wall Street Journal xabar berdi. Manbalarga ko'ra, Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon omma oldida diplomatik yechimni qo'llab-quvvatlashini bildirganiga qaramay, so'nggi bir oy ichida Trampga bir necha bor shaxsiy qo'ng'iroq qilib, AQShni Eronga zarba berishga undagan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa o'z mamlakati uchun mavjudlikka tahdid deb hisoblaydigan Eronga qarshi AQSh zarbalari berilishini uzoq vaqtdan beri ochiq targ'ib qilib kelgan. Birlashgan Arab Amirliklari sa'y-harakatlari Trampga Eron rahbariyati va harbiylariga qarshi keng ko'lamli havo operatsiyasini boshlashga yordam bergan. Operatsiyaning ilk soatlaridayoq Xamenei va bir necha yuqori martabali eronlik amaldorlar halok bo'lgan. Hujum AQSh razvedkasining Eron kuchlari yaqin 10 yil ichida AQShga bevosita tahdid solishi dargumon degan taxminlarga qaramay amalga oshirildi. Saudiyaning hujumga chorlashi Trampning maxsus vakili Steve Witkoff va kuyovi Jared Kushner Eron yetakchilari bilan yadro hamda raketa dasturi bo'yicha muzokaralar olib borayotgan
bir paytga to'g'ri keldi. Muzokaralar davomida Saudiya valiahd shahzodasi va Eron prezidenti Masud Pezeshkian telefon orqali muloqot qilgan. Shundan so'ng Muhammad bin Salmon Saudiya Arabistoni o'zining havo hududidan Eronga hujum qilishda foydalanishga yo'l qo'ymasligi haqidagi bayonotini bergan. Axios nashrining yozishicha, AQSh Eronga hujum qilishni bir hafta oldin rejalashtirilgan. Portal ma'lumotlariga ko'ra, kechikish harbiy aviatsiya operatsiyalari uchun yomon ob-havo sharoiti, shuningdek AQSh Isroil qurolli kuchlari o'rtasidagi muvofiqlashtirishni kuchaytirish zarurati bilan bog'liq bo'lgan. Eron AQShning Yaqin Sharqdagi harbiy bazalarga hujum qilishni ayni daqiqalarda ham davom ettirmoqda. Saudiya Arabistoni shanba kuni Eronning Fors ko'rfazi AQSh harbiy bazalariga raketa hujumlarini qattiq qoraladi va Yaqin Sharqda ochiq mojaro boshlangan bir paytda birodar davlatlarni himoya qilishga tayyorligini bildirdi. Saudiya Arabistoni o'z bayonotida Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Qatar, Kuvayt va Iordaniyaning Eronning ochiqdan ochiq tajovuzi va suverenitetini qo'pol ravishda buzish deb atagan ishlarni qattiq qoralashini ma'lum qilgan. Saudiya Arabistoni shuningdek milliy suverenitetning doimiy ravishda buzilishi va xalqaro huquqning buzilishidan kelib chiqadigan jiddiy oqibatlar haqida ogohlantirdi. Keyinchalik qirollik Ar-Riyodning o'z hududlari va sharqdagi hujumlarni qoraladi va ularni qaytarganini qo'shimcha qildi. Tarqalgan xabarlarga ko'ra, Saudiya Arabistoni ham Eronga qarshi hujumlarga qo'shilishini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Trump Daily Mail nashriga bergan intervyusida Eron hududida olib borilayotgan harbiy operatsiyalar 4 hafta yoki undan kam miqdorda davom etishi mumkin. Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Ali Larijonining Islom Respublikasi AQSh bilan hech qachon muzokara olib bormasligini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Donald Trump xayoliy ambitsiyalari ortidan mintaqani tartibsizlikka giriftor qilgan. Endi esa amerikalik harbiylar orasida qo'shimcha yo'qotishlar bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Larijonining ta'kidlashicha, Trump o'zining adashgan xatti-harakati bilan Amerika birinchi o'rinda shiorini Isroil birinchi o'ringa aylantirdi va Isroilning hokimiyatga intilish yo'lida amerikalik askarlarni qurbon qildi. Bugun Eron xalqi o'zini o'zi himoya qilmoqda. Eron qurolli kuchlari agressiyani boshlagani yo'q, dedi Larijoni. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Urushning keyingi bosqichi qanday bo'ladi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va zamonimizni kuzatishda davom eting.